50 kun shunday yotdimki ichimda yana 30-may kuni yangilik qilaman. Qanday yangilik muxlislarga ayting? Xudo xohlasa Mangu Ligasida 3-turnir bo'ladi. Samarqandda bo'ladi. O'sha turnirda Grand bo'ladi. Sizni muxlislar juda ko'p. Oxirgi jangingizdan keyin biz o'zimiz ham sizga juda afsus qildik. Men o'ylaymanki, bu 30-mayda inshaalloh Alloh yuzingizni yorug' qilib, qilgan xatolaringizni ishlab, yanada zo'r jang ko'rsatish niyatingiz bor. Xudo xohlasa. Shunaqami? Xudo xohlasa aka u jangdan keyin sportchi bizdan 50 kun shunday yotdimki ichimda yana hozir ham 10 oydan keyin ruxsat beraman deyapmiz. Lekin men tayyorman. Hozir nima bo'lsa bo'ynimga taqib Xudo xohlasa biz sizga palet qilamiz. Xudo xohlasa 30-mayda juda ham yorqin to'y qilib, yana o'sha 50 kun xotirjam bo'lgan kunlaringiz endi 100 kun hamma oldingizda bo'ladi. Omad Xudo xohlasa 30-mayda ko'rishamiz. Men